Avvalambor assalomu alaykum. Bugun fayzli xonadonga Surxon diyorimizning namunali ibratli islomlaridan Badaloflar silolasiga, ya'ni Bahodir bobom hamda Dilbar onamizni xonadoniga tashrif buyurgan, qadridan qadri baland bo'lgan, oilani ustuni bo'lgan, farzandlar uchun duogo'y bo'lib turgan nuroniy otaxonlar, hoji bobolar, aka-ukalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum mo'tabar munis, xonadonimiz chirog'i bo'lgan, har bir so'zi farzandi uchun o'git bo'lgan mehribon onaxonlar, hojonalar, opa-singillar. Bugun xonadonikilar mana shunday chiroyli dasturxon yozib, sizdek yaqinlarni siloladagi xursandchilik damlarida xonadonlarida jam qilib turibdilar. Xonadonikilar, Bahodir bobo, Dilbar ona, sizlar yonimizga yaqinroq kelasizlar. Bugun xonadonga tashrif buyurgan mehmonlarimiz, qavm qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz, albatta sizlar yozgan dasturxon atrofida qo'llarni duolarga ochib, chiroyli niyatlar, chiroyli duolar qilishmoqda. Qilinayotgan niyatlar, tilaklar xonadonda amalga oshsin. Yaxshi kunlaringiz bardavom bo'lsin. Faqat farzandlarning yaxshi kunlarida duogo'y bo'lib turishlik nasib aylagan bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Bugun mana shunday chiroyli, unutilmas kechani sababchilari, yor-yorlar, o'lanlar sadosi ostida fayzli daramizga tashrif buyurgan Zafarbek hamda Farangizxonlarga baxt saodat tilaymiz. Iloyim ota-onalari orzu qilgandek silolarini davom ettiradigan serfarzand, serdavlat oilalaridan bo'lishini tarafdori bo'lib, hamda Farangizxon kelin singlimizni oq yuvib oqtiragan bugun mana shunday chiroyli kechada albatta farzandlarni baxt kamolini ko'rib turgan kelinimizning ota-onasiga kuyov muborak bo'lsin deymiz. Bugun silolada qo'shaloq to'y. Albatta bugun mana shunday chiroyli davramizda yana bitta kelin-kuyovlarimiz Xoldavlatjon hamda Gulsevar xonlar unutilmas kunni nishonlamoqda. Kelin-kuyovlarimizga baxt saodat tilaymiz. Albatta ota-onalari niyat qilib, albatta mana shu niyatlarni amalga oshiradigan oilalardan bo'lishini tarafdori bo'lib qolamiz. Kelin singlimizni albatta Gulsevar xonning ota-onasiga kuyov muborak bo'lsin deymiz. Iloyim mana shu silolaga borishlik, kelishlik bo'lib, kelgusi yil silolaga haqiqat to'ylarida ham chiroyli niyat qilishlik barchamizga nasib aylagan bo'lsin. Silolada yaxshi kun aytishadiki, yaxshi kunda qilingan tilaklar, niyatlar ijobatdir. Bahodir bobo bitta chiroyli niyat qilsak, Xudo xolasa, kelgusi yil ikkita kelinning ota-onasi tarafdan ham qo'shbeshiklar kelib, haqiqat to'ylarda qavm qarindoshlar bilan birgalikda jam bo'lishlik nasib aylagan bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin, kelin-kuyovlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin. Albatta bugun Bahodir bobomni hamda Dilbar onamni duolari ostida, ularning qanotlari ostida Sanjar akamiz hamda Lobar yengamizning farzandlari Sarvarbekni sunnat to'yi bo'lmoqda. Albatta to'y bolamizni fayzli daramizga taklif qilsak-da, albatta bugun qavm qarindoshlar bilan silolani davomchisini Sarvarbekni birov tanishtirib chiqasiz qavm qarindoshlarga. Marhamat, san'atkorlarimizni to'y bola qo'shiqlari bilan fayzli